7 ot kuchli motoblok narxi atiga 2 million 900 ming so'm. Bu videoni oxirigacha kuzatib boring. Motobloklarda ko'pchilik so'ragan Texa firmasidan va Belarus firmasidan yangi partiyada motobloklarimiz yetib keldi. Shu munosabati bilan hozir bu motobloklarimiz sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotlari, narxlari va ishlash jarayonlarigacha qo'yib ko'rsatib beramiz. Hozirgi kunda ko'pchilik obunachilarimiz so'rayotgan Texa firmasidan 7 ot kuchli motoblokni eng arzon varianti atiga 2 million 900 ming so'mdan berib yuborilyapti akalar. Ko'rib turgan motoblogingiz boklariga o'yib yozilgan, bloklarigacha o'yib yozilgan 7 ot kuchli Texa firmasidan motoblok. Bu motoblogimizning narxi atiga 2 million 900 ming so'm. Bu videoni oxirigacha kuzatib borsangiz, nima uchun 2 million 900 ming so'mligini sizlarga ma'lumotlarni tanishtirib o'tamiz. Hozirgi kunda ko'pchilik joylarda bu 7 ot kuchli motobloklarda tashqi ko'rinishi oddiy prostoy motobloklarda 550, 450, 350 korobkali deb aytilyapti ekan, lekin bu motobloklarda zavod tomonlama chiqarilayotgan paytida ham pozitsiyasiga qarab bo'linadi akalar. E'tibor berishlaringiz mumkin. Bu ko'rib turgan motoblogingiz 7 ot kuchli Texa motoblogini 150 talik korobkali varianti. Bu motoblogimizni boshqa joylarda bloklariga o'yib yozilgan, boklariga o'yib yozilgan deb narxini 3 million so'mdan 3,5 million so'mgacha sotilyapti. Lekin sizga mana shu motoblokda atiga 2 million 900 ming so'mdan berib yuboraman akalar. Undan tashqari xohlasangiz original bo'lgan variantlardan ham olib kelib qo'yganmiz. Xohlaganlar uchun original variantlarni e'tibor berishlaringiz mumkin. 2026 Vipsga 7 ot kuchli modellari benzin boklari 5 litrli bloklariga, boklarigacha o'yib yozilgan bulardi ham. Faqatgina bularni bir-biridan farqini ajratishlik uchun e'tibor berishlaringiz mumkin. Bu yerda o'zini xarakteristikalari bo'yicha reduktor haqida to'liq ma'lumot yozilmagan, lekin motor qismi 7,5 ot kuchli deb yozilgan bo'ladi. Prostoyroq modellarida esa 7 ot kuchli deb yozilgan hisoblanadi. Bu motobloklarda hammasida 177 ot kuchli motor qo'yilgan, lekin korobkani katta kichikligini tushuntirish maqsadida e'tibor berishlaringiz mumkin. Original bo'lgan variantlariga 7,5 ot kuchi va prostoy modellariga 7 ot kuchli deb yozilgan hisoblanadi. Motoblokda originali zo'r kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizning do'konimizdan kelib sotib olishlaringiz mumkin. E'tibor berishlaringiz mumkin. Bu 7 ot kuchli motobloklarda faqatgina Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan modellar emas, xohlaganlar uchun Rossiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan Belarus motobloklarimiz ham yangi Vipskalarni olib kelib qo'ydik. Bu motobloklarda bizning do'konlarimizda asnovnoy Texa motobloklari sotilardi, lekin hozirgi kunda mijozlarimiz talab va istaklariga ko'ra eng original bo'lgan motobloklarda garantiyalari ko'proq, bundan ham yaxshiroq modellardan ko'rsatgin degan obunachilarimiz uchun e'tibor berishlaringiz mumkin. Belarus motobloklarimizni 550 va 450, 350 modellaridan olib kelib qo'yganmiz. Bu motobloklarimizni Texa motobloklardan farqi hozirgi kunda rollari bularning ham gidravlikali variantlaridan ham sotuvda bor. E'tibor berishlaringiz mumkin. Bemalol 180 gradusgacha burila oladi. 60-70 razmerlarga o'zgaradi. Xohlaganlar uchun moy datchigi bor variantidan, xohlaganlar uchun moy datchigi yo'q variantlaridan ham sotuvda bor. Bu motobloklarni bizning do'konimizdan kelib sotib olganingiz uchun mana shu videoga bitta like bosib, kommentariyaga omad deb yozganingiz uchun ixchamgina mana shunday Texa firmasining o'zidan mana shunday benzopilalardan birini ham tekinga olib ketishlaringiz mumkin. Faqatgina mana shu videoga hoziroq bitta like bosib, kommentariyaga omad deb yozganingiz uchun.
Videoni oxirigacha kuzatib boring. Bu benzobilani yana ham qanday qilib tekinga yutib olish shartlarini to'liqroq ma'lumotini tanishtirib o'taman. Hozirgi kunda 7 kuchli motobloklarda e'tibor berishlaringiz mumkin. Original va prostoy modellarni ajratishlikda mana shu videoni bemalol ko'rib, qayerdan qanday motoblok olishingizdan qat'iy nazar solishtirib, tekshirib olishlaringiz mumkin. Hozirgi kunda xo'jalik bob, ro'zg'or bob modeldagi bu 7 kuchli motobloklarda aytib o'tganimdek, oddiy TX motobloklarini motor qismi 170 motor, yurgizish joylari zavodnoy orqali yuradigan, soatiga 700 grammgacha benzin rasxod qiladigan moy datchiklarigacha qo'yib o'tilgan varianti va bu motoblogimizning asosiy fishkalaridan hisoblangan bloklariga, boklariga o'yib yozilgan variant hisoblanadi. Faqatgina akalar zavodda o'zidan buyurtma asosida keladigan motobloklarda siz qanday zakaz qiladigan bo'lsangiz, o'sha holatida zavod tayyorlab beradi. Bu motobloklarda ichki tomon shesterna o'qlari, bloklari, orqasidagi vomlari, shesternalari kichikroq va vomlari usulinli bas oddiy variantlardan qo'yilgan bo'ladi. Shuning uchun bularning korobkasi 150 tali reduktor hisoblanadi, lekin ba'zi bir joylarda mana shu ko'rinishdagi motobloklarda 550, 450 deb sotilyapti. Lekin aldanib qolmanglar akalar, bizning do'konimizda 2 million 900 ming so'mdan mana shu motoblokni olib ketishlaringiz mumkin. Ko'rib turgan motoblogingiz yoqilg'i turi benzinli, oldiga 1 va 2 skorstlari bor, orqaga bitta zapniy xodlari bor. Motoblogimiz narxi 2 million 900 ming so'm. Xohlaganlar uchun mana shu TX motobloklarni original modellaridan ham olib kelib qo'yganmiz. Original modellarini e'tibor beringlar. Aytib o'tganimdek 7,5 ot kuchi deb yozilgan hisoblanadi bu TX firmalarida. Hozirgi kunda bu motoblogimizda yoqilg'i turi benzinli 5 litrli benzin boklardan qo'yib ishlangan. E'tibor berishlaringiz mumkin. Boklariga, bloklarigacha o'yib yozilgan moy datchiklari bor. Motoblogimiz yurgizish joylari zavodnoy orqali va qo'shimcha yuk ilishlik uchun va motorda zashta qilish uchun dugalar bilan jihozlangan bo'ladi. 60-70 razmerlarga bemalol o'zgartirib ishlatishlaringiz mumkin. Motoblogimiz oldiga 1 va 2 skorslar bilan jihozlangan, rollari anchagina uzunroq qilib ishlangan oddiy variantidan. Bu motoblogimizda reduktor qismi hozirgi paytda 350, 450 va 550 tali markali variantlari bor. Bu sizlarga ko'rsatayotgan modellarim 550 tali katta reduktorli varianti. Bu motoblogimizni ichki tomon shesterna o'qlari eng baquvvat 350 tali shesterna o'q, pachimnilari 220 tali pachimni bo'ladi va orqasida vomlariga bemalol o't o'radigan kasilkalarni ham qo'yib ishlatishlaringiz mumkin. Bu motoblogimizda komplektlardan chiqadigan narsalari, frezalari, dokumenti, kulishlari va 1 yildan garantiyalargacha qilib beramiz. Bu motoblogimizni hozirgi paytda 350, 450 va 550 tali markali variantlari bor. Narxi atiga 4 million so'mdan boshlab 6 million 500 ming so'mgacha har xil assortimenti bor. Bularning bir-biridan farqi baloni shiroki, yupqaligiga qarab va komplektdan chiqadigan frezalari va motoblogi eng asosiy joyi hisoblangan reduktor qismi 350, 450 va 550 tali markali variantlari bo'lganligi uchun narxi 4 million so'mdan boshlab 6 million 500 ming so'mgacha chiqadi akalar. Immindan mana shu motoblogni o'zini olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, narxi 5 million 300 ming so'mdan albatta kesalaring kami bor, kelishtirib arzon narxlarda qilib beraman. Faqatgina Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan modellar emas, xohlaganlar uchun Rossiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan modellarimizdan ham sotuvda bor. Bu motobloklarimizni germanskiy motobloklardan farqi, e'tibor berishlaringiz mumkin, zavod tomonlama eng katta 550 tali korobkalar bilan jihozlangan va oddiy mana shu pichoqlarini o'zida ham akalar anchagina baquvvat qilib ishlangan. Shuning uchun bu motobloklarimizni 450 va 550 tali markali variantlariga 2 yildan garantiyalargacha qilib beramiz akalar. Kimga mana shu turdagi motobloklar
qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha kuzatib boring. Motoblogimizning qisqacha ma'lumotlari yoqilg'i turi benzinli model hisoblanadi. Yurgizish joylari zavodni orqali moy datchiklarigacha bor. Reduktor qismlarini aytib o'tganimda 550 talik katta reduktorli varianti. Motoblogimiz 60-70 razmerlarga o'zgaradi. Oldiga 1 va 2 skorishlari bor. Orqasida qishloq xo'jaligi vomlargacha bor. Bu motoblogimizga o't o'radigan kasilkalar, suv nasos, dori apparatlariga ham qo'ysalaringiz bo'ladi. Motoblogimizni xohlaganlar uchun gidravlikali variantlaridan ham olib kelib qo'yganmiz. Balonlari 70-90 razmerlargacha o'zgaradi va rollari 180 gradusgacha burilish imkoniyati bor. Bu motoblogimizni hozirgi paytda aytib o'tganimda moy datchigi yo'q varianti, xohlaganlar uchun moy datchigi bor variantlaridan ham bemalol kelib sotib olishlaringiz mumkin. Motobloglarimizning narxlarini tanishtirib o'tadigan bo'lsak, bu ko'rib turgan motobloglaringizni komplektiga frezalari, dokumenti, kulishlari va aytib o'tganimda 450 dan boshlab 550 gacha bo'lgan korobkali variantlariga 1 yildan 2 yilgacha garantiya qilib beramiz. Narxlari hozirgi paytda 250, 350, 450 va 550 talik korobkali variantlari sotuvda bor. Bularda eng arzon modellarining narxi atiga 3 million 200 ming so'm. Xohlaganlar uchun 4 million so'mlik variantlari bor. Xohlaganlar uchun 4,5 million so'mlik varianti bor. Xohlaganlar uchun balonlarni mana shuni gidravlikali qilib beradigan bo'lsak, 250 ming so'mdan boshlab 400 ming so'mgacha mana shuni gidravlikali qilib ham tayyorlab bera olamiz. Kimga mana shu turdagi motobloglar kerak bo'lsa, aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Hozirgi paytda mana usta akalarimiz ham ulgurmayapti. Bemalol kelib shu joyda o'zida motobloglaringizni yig'dirib olishlaringiz ham mumkin. Xohlaganlar kelib tayyor yig'ilgan holatda ham motobloglarda sotib olishlaringiz mumkin. Ko'rib turgan motobloglaringizni aytib o'tganimda garantiyali modellarini olmoqchi bo'lsangiz, 450 dan 550 gacha bo'lgan modellariga 1 yildan 2 yilgacha garantiya qilib beramiz. Arzonchiroq motoblog qidirib yurgan akalarimizdan ham bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Aytib o'tganimda 760 lik TX motoblogini 550 deb sotilayotgan modellarini narxi 2 million 900 ming so'm. Lekin bu motoblogni tanlab olishda adashmanglar akalar. Reduktorlari kichikligini hisobiga, o'zi sifat tomonlama bilinib turgani hisobiga narxlarni hozirgi paytda sun'iy narxni oshirib orishyapti, lekin bu motobloglarning o'zini haqiqiy narxi 2 million 900 ming so'm. Agarda sizga original bo'lgan modeldagi motobloglar kerak bo'lsa, aloqaga chiqishlaringiz mumkin. 760 lik original motobloglarimizdan ham sotuvda bor. O'zini yaxshi ko'radigan, topgan pulini qadriga yetadigan akalarimiz ozgina qimmatiga qarab o'tirmaydi. Eng sifatli original modellardan olishlarini tavsiya beramiz. Bemalol aloqaga chiqinglar. Agroservis do'konlarida 100% ishlaringizni bitirib beramiz. Motobloglar sonlari chegaralanmagan, xohlaganlarga jatkalarimiz, xohlaganlar uchun boshqa turdagi texnikalarimiz ham sotuvda bor. Videoni boshida aytib o'tganimdek, va'da videoga like bosib, kommentariyaga omad deb yozganingiz uchun atrofda hali ham pulga sotilayotgan mana shunday instrumentlardan birini ham sizga tekinga berib yuboraman. Xohlasangiz kelib mana shunday arzonchiroq modellardan, xohlasangiz boshqa turdagi motobloglardan qaysi birini olishingizdan qat'iy nazar, bizning do'konimiz ichida hozirda sizlarga tanishtirib o'tadigan omadli baramanimiz bor. Bu omadli baramanimiz ichida sizga tashqarida ko'rsatilayotgan instrumentlar, bolgarkalar, shurpayor, drill, dori apparatlar va undan tashqari benzopilalar hammasi mana shu baraman ichida joylashtirilgan. Kelib o'z omadingizni sinab ko'ring va bu yerda nimaki sovg'a tushishidan qat'iy nazar motoblog sotib olganingiz uchun 1 so'm pulsiz tekinga qo'shib beraman. Faqatgina videolarda like bosib, kommentariyaga omad so'zini yozib qoldirib qo'yishni unutmanglar. Bizning manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i Agroservis do'koni. Ekranga telefon raqamlarimni qoldirib qo'ydim. Aloqaga chiqishlaringiz mumkin. O'zim shu yerda bo'laman. Kesalaring narxlarini hozir aytib o'tilayotgan narxlardan ham albatta kelishtirib, arzon narxlarda qilib beraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.